Aka, yana cho'yapsiz? Boshladikmi? Ha. To'ychi alkashmi yoki baho alkashmi? Voy. Endi baho ma'lum hech qachon bir o'zi ichmagan baho alkash. Unda baho alkashmi yoki doni pianistami? Doni yosh yaxshi, u ham zo'r ichadi. Lekin ko'p ichib olsa ko'tara olmaydi, qusadi. Baho ma'lum baho alkash. Baho alkashmi yoki rustik qotarmi? Voy, atelabdan qiynab olib kelar ekansizlar. Rustik tajriba yaxshi, adikalon ham ichadi-yu. Rustik alkash. Rustik alkashmi yoki Sashakami? Sashaka legenda-ku. Sashaka legenda. Sashaka arog'i tomog'ida g'arg'arala qilib tashlaydi. Sashaka. Sashakami yoki Joni Xaladesmi? Joni Xalades men ustozim-ku. Joni Xalades men ustozim bo'ladi. Joni Xalades nimaga Xalades deyishini bilasanmi? Nimaga? Yo'q, bilmayman. U hech qachon qotib qolmaganda. O'shaning uchun Xalades deyishadi. Joni Xalades. Unda Joni Xaladesmi yoki bo'lmasa G'ayrat Tikilami? Dannu. G'ayrat Tikilaman mana. G'ayrat Tikilaman-ku. Men nomer adimman. Ustozingizdan ham zo'rmisiz? Nimagaki ustozim 3 yil oldin o'lib ketdi sirozdan. O'rni ham men qoldimmi? Nomer adimman. Savollarimizga to'g'ri javob berdingiz, gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'ling, Tikil aka. Yarim telefon tashab ket. Nima? Boring.